Aytadilar, er-xotin orasida hayo uyatning me'yori qanchalik bo'lishi kerak? Er-xotinlik aloqa vaqtida shahvoniy hirsni oshirish uchun er-xotin orasida uyatli so'zlar, avratlar nomlarini ishlatish joizmi? Bu narsaga avvalam javob bergandik menimcha. Alloh Qur'onda er-xotinlik aloqasini rafas degan. Masalan, "Uhilla lakum laylatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Ro'za kechalarida ayollaringga rafas muboh qilindi sizlarga degan. Rafasning lug'atdagi ma'nosi uyatlik so'zlar degani. Shunday uyatlik so'zlarki, odatiy holda odam uni aytishga uyaladigan so'zlar. Lekin o'sha shahvat qo'ziganda, nikoh to'shak paytida ya'ni, erkak ayol o'rtasida u uyat qolmaydi u narsani. Asli bunday tabiiy holatda uyatlik, lekin o'shanda uyatlik emas. Ana shunaqa so'zlarni rafas deyiladi. Endi Alloh aytyaptiki, mana Ramazon kechalarida ham hattoki o'sha muboh qilindi deyapti, qarang. Bu degani bundan boshqa vaqtlarda batariq a'lo muboh ekan u. Uni ma'nosida mana ulamolar aytganki, avratlar ismi, erkak ayolini, ayol erini shunaqa deb erkalaydi, shahvatini qo'zg'atadimi? Hokazo shu nikoh jimoga tegishli narsalar, ya'ni hammasi nikoh degandan maqsad erkak ayol birga bo'lishi ya'ni. Ana shunga taalluqli so'zlar degani. Yoki yana bir oyat mana. Hajda yoki umrada ihrom bog'lasa kishi, Alloh aytganki, "Fala rafasa va la fusuqa va la jidala fil hajj." Rafas qilmasin o'shanda degan. Fisq qilmasin, talashib tortishmasin degan. Ihrom chunki u o'z nomidan. Odatiy ishlar unda muboh emas, masalan, atir surish. Lekin boshqa vaqt muboh. Ana shunga o'xshab ihromda shunaqangi er-xotinlik aloqalariga tegishli gaplarni gapirmasin, jimo qilmasin deb ihromda qaytaryapti. Bundan chiqadiki, demak, ihromdan boshqa vaqtda u halol degani. Faqat bir narsa bor. Hamma narsaning me'yori bor, jumladan mana shu narsani ham. Bu o'sha to'shakdan nariga o'tmasligi kerak. Agar to'shakdan nariga o'tib, hozir aytganimdek odatiy hayotda ham, ovqat yeb o'tirganda ham masalan shunaqa gapni gapiraversa, og'zi buzuq bo'lib qolsa-da endi kishi yoki ayol bo'lsa ham, yoki odatiy holda ham ertaga bolalar kattarishi bor, bolalar eshitib qoladi bunaqa gaplarni. Yoki uyda boshqalar bor, boshqalar oldida vaqt odam gapirib qo'yadi, keyin og'zidan chiqib ketib o'rganib qolsa shunaqa narsalarga. Qo'ni-qo'shni oldida, boshqalar oldida qaynona, qaynota degan gaplar bor. Ana shu odatiy holga aylanib qolsa, yomonligi mana shunda. Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsa al-mu'min la yakunu bazi'an. Mo'min odam bazi, ya'ni uyatsiz bo'lmaydi. Tili buzuq, ana shunaqa avratlar nomini ochiq aytib tashlaydigan, ana shunaqangi bo'lmaydi deyilgan. Shuning uchun hamma narsada bir me'yor kerak bo'lganiga o'xshab, o'zi ham aytyapsiz-ku, mana me'yori qanchalik bo'lishi kerak deb. Buni ham mana shunaqa me'yori bor. To'shakda bo'lishi kerak. To'shakda bu kerak balki. Masalan, ayniqsa ayollar uchun. Endi bu gap aytishga uyatli bo'lsa ham, lekin bu aytilinadi, iloji yo'q. Alloh haqdan hayo qilmaydi. Ayollar to'shakda rohat olish uchun bu gap kerak ayollarga. Erkak odam shunchaki ishini qilib ketaveradi va ba'zan erkak kishini qo'zishidan mayli shunaqa gaplar kerak bo'lar. Endi qo'zimay qolsa-da erkak odam. Lekin odatda erkak odam shu bir qarash bilan o'zi qo'zaveradi. Lekin ayollarning qo'zishligi odatda shundan bo'ladi. Shuning uchun bu narsani aytish kerak. Buni o'zicha odam hayoli bo'lib olib, xotinini haqqini bermay yurishligiga olib kelsa, bu to'g'ri ish emas bu. Mana Imom Ibn Qutayba rahimahulloh mana shu masalaga tanbeh berganlar. Agar masalan bir gap hadis kelsa, unda bir avratlar ismi zikr qilinsa, farjlar yoki bir fahsh sifatlari gapirilsa, o'zingcha xushu qilishing, sen o'zingcha yuzingni burishtirishingga undamasin degan. Yuzingdan teskari qilib olishligingga undamasin degan. Chunki a'zolar ismi gunohkor qilmaydi insonni. A'zolar ismi bilan kimnidir obro'sini to'kib, haqoratlash gunohkor qiladi deganlar. Ya'ni ba'zi odamlar borku, mana shunaqa savollar gapirilar ekan, javoblar berilar ekan yoki erkak xotin o'rtasidagi munosabatlar o'zidan taqvoni yasab oladi. Shu gaplarni endi gapirish kerakmi, uyalmaysizlarmi? Bunaqa debda. Mana shu narsaga tanbeh berganlar. Hatto hadislarda kelib qoladi ba'zan. Ochiq avratlarning ismi keladi. Bir uyatli narsalar zikr qilinadi. Ana shunda aytganlarda, sen o'zingcha bu yerda yuzingni burishtirma degan. Chunki avratning ismini aytish aslida gunoh emas. Quloq degandek gap bu. Quloq deyish gunohmi masalan? Burun deyish gunohmi? Quloq bilan burunni va o'shani nima farqi bor? Aslida bu a'zoni ismini aytish gunoh emas. Lekin gunoh nimada deganlar? Ana shu a'zoni ismi bilan odamlarni so'kishda. O'shani ismini aytib. Ana shunda gunoh deganlar. Shuning uchun bu yerda aytmoqchimanki, modomiki siz bu yerda kimdir haqorat qilmoqchi emasmisiz? To'shakda shu ayol kishini qo'zitish uchun ishlatilyaptimi bunaqa gaplar? Va o'sha narsa haqiqatdan foydali deb bilyaptimi er-xotin? Bo'ldi, halol u.
Lekin ba'zan to'g'ri, ba'zilar judayam uyatchang, tortinchang bo'ladi. Bunaqa gaplarni eshitsa, aksi ta'sir qilishi mumkin ba'zi ayollarga masalan. Unda o'shanga qarab muomala qilish kerak. "Likulli maqomin maqol" deyiladi. Hamma maqomni o'zini o'rni bor. O'zim borganda er-xotin bir-birini tanib olish kerak. Ya'ni, masalan, xotini qanaqa turdagi xotin, erkak kishi uni o'zi 1-2 marta aloqa bilan tanib oladi xotin. Qanaqa narsalar unga yoqadi, qanaqa narsa yoqmaydi. O'shanga qarab keyin muomala qilaveradi. Allohu a'lam.